Mashinamning ustiga daraxt tushib ketdi. Bu holatda majburiy sug'urta turi bo'yicha sug'urta kompaniyasi qoplab beradimi? Bu holatda qaysi sug'urta turi bilan sug'urta kompaniyasiga murojaat qilganingizga qarash kerak. Sug'urta turlarini ajratadigan bo'lsak, bu holatda ikkita sug'urta turi bor: majburiy va ixtiyoriy. Majburiy sug'urta turida transport vositasining egasining fuqarolik javobgarligi sug'urtalanadi. Bu holatda siz transport vositasini boshqarib ketayotgan vaqtingizda kimnidir mulkiga, ya'ni davlat mulki, fuqaro mulkiga zarar yetkazsangiz, sizni majburiy sug'urta bo'yicha sug'urtalagan sug'urta kompaniyangiz o'sha jabrlanuvchiga yetkazgan zararingizni sizni o'rningizga belgilangan summa doirasida qoplab beradi. Ya'ni hozirgi qonunchilikda kelib chiqadigan bo'lsak, 14 milliongacha jonsiz, ya'ni buyumlarga to'lab beradi. Shu sababli sizning transport vositangizga daraxt tushib ketgan bo'lsa yoki tabiiy ofatlar sababli sizni transport vositangiz zararlangan bo'lsa, bu holatda majburiy sug'urta turi bo'yicha sug'urtalangan sug'urta kompaniya sizning transport vositangizga yetkazgan zararga javobgarlik olib bormaydi. Shunday holatlarda sizning transport vositangizga yetkazgan zararni qoplab beradigan sug'urta turi bor. Ya'ni bu ixtiyoriy sug'urta turi. Buni ko'cha tilida kasko deb nomlanadi. U sug'urta turida sizning transport vositangizni o'zi sug'urtalanadi. Ya'ni majburiy sug'urta turida transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi sug'urtalangan bo'lsa, kasko turida transport vositani o'zi sug'urtalanadi. Shu sababli transport vositaga yetkazilgan har qanday zarar sug'urta kompaniyasi tomonidan qoplab beriladi. Faqat bitta narsaga e'tibor berishingizni so'raymiz. Ixtiyoriy sug'urta bo'yicha to'lab berish tartibi shartnoma asosida, ya'ni shartnoma talablaridan kelib chiqqan holatlarda to'lov amalga oshiriladi. Agar kasko sug'urta qilganingizda sizning transport vositangiz zararlangan bo'lsa, bu holatda birinchi navbatda sug'urta kompaniyasiga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.